qilinglar, nimaga sen shuni qilmayapsan, nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3 ta 4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Tasavvur qilinglar, mayli ko'p tarixim 1 yil oldin sizlar shunday edilar. Hammamiz shunday edikmi? Hamma bilasizlarmi, tanqid qilishni biladi. 3 yil oldin qanday edilaring sizlar? Qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat, odamlarga bo'lgan? Qo'rqmasdan gapiring. Bu yoqqa qanaqa kelib qoldingiz? Mana qarang-da, mana Namangandan kelishingiz avvalambor sizlarni mehmon qilib jo'nating. Rahmat. Sizlarni eshitish kerak. Dardinglar bormi? Dardinglarni hal qilish kerak, ko'mib tashlash kerak emas. Shu maqolgacha qayerga murojaat qildinglar va Olim Sulaymonov YouTube kanali orqali mana shu topib kelibsiz. Ko'p bu lekin bu insonni mana ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining kanallari, maxsus kanallari bor ekan, shu orqali har kungi tashlayotgan videolarni ko'rib boryapmiz. Majbur bo'lib, shu bugun soat 2 da o'ydan jo'naganman, Qibray tumaniga borib qidirdim. Nargi tumanga borib, oxiri mana shu yerda kelib, oxiri shu inson bilan uchrashib, bu insonga mingdan ming rahmat, avvalo prezidentimizga rahmat. Bu inson xalqimizning dardini prezidentga yetkazib bordilar. Qani endi boshqa prezidentlarimiz ham deputatlarimiz ham shu insonga o'xshab ishlaganda edi. Bundan ham davlatimiz gurkirab ketadi. Aytmoqchilar yurdim. Yaqinda keldim. Oxiri meni ham deport qilib jo'natishdi. Deportatsiya qilib yuborishdi meni ham. Endi keling, o'zingizni o'g'lingizni muammosi va sizga o'xshagan Andijondagi, Namangandagi butun respublikadagilar muammosi bormi, yo'qmi? Juda bor. Bu muammoni yechishimiz kerakmi? Yechish kerak, albatta. Sizlar aytyapsizlarki, mayli qildimi, qilmadimi, shu penazida bor ekan, bizani boqamiz deb, uy quraman deb, uylanaman deb, oliy dargohda o'qiyman, kontraktni to'layman deb, bolam shu anaqa qilib, bizga oqlab bermasin deyapti. Rossiyadan xuddi Qirg'izistonga o'xshab o'zini mahbuslarini olib kelib, Qozog'istonga olib keldi, Qozog'istondan ham olib keldi, ular ham olib keldi, Tojikiston ham olib ketyapti. O'zbekiston ham shu shartnoma qilib, ikkita prezident miqyosida senatda yalpi majlisga qo'yib, muammo bormi bu xalq? Muammosini yozmagan joylar qolmadi, bormagan joylar qolmadi. Ota-onalar ham shu o'g'lim meni boqqani ketdi deb qamalib qoldi deb, o'sha ota-onalar hozir o'g'lini boqishyapti, qamoqxonasiga to'g'ri kiyimi, oziq-ovqatni kirg'izish to'g'risida qolib ketyapsizlar. Mana sizni ham deport qilishdi. Sizga zarilmidi hozir pensioner odam pensiyaga chiqib, mazza qilib o'tirish? U bolangizni farzandlari bormi uyda? Yo'q, o'ylamagan, kuzda o'ylamagan. Uylanaman deb, pul topaman deb ketgan. Yo'q, qo'ygandim. Boshda o'ylanish kerak edi. Endi ko'pchilik ota-onalarniki ham shunaqa muammolar. Hammasi shunaqada. Mana onaxon, otaxon qon yig'layapti. Bu odamlarni bize eshitishimiz kerakmi? Bu tashqi migratsiyaga kiradimi? Kambag'alchilik, mana shular ham ish yo'qdan ketdi. Bize agar shuni vaqtliroq ishga kelib, shuni bolalarni agar uyma yurib ishga joylaganimizda Rossiyaga ham bormasdi, qamalib ham qolmasdi, shu ahvolga ham tushmasdi. To'g'rimi? To'g'ri. Kiromayaptilar, tashqi vazirlikka kiromayaptilar, boshqaga kiromayapti. Masalani kirgizdim, murojaatinglarni bir yig'ilishda prezidentimiz Shavkat Miromonovich ochiqcha aytgandiki, amaldorlarga, mansabdorlarga yaxshi ko'rinayotgan deputat bo'lsa, demak u ishlamayapti degan edi. Amaldorlarga yaxshi ko'rinadigan deputat ishlamayotgan bo'ladi. Deputat yomon ko'rinish kerak aslida degan ma'noda gapirgandi-da, aniq bilaman. Ya'ni aslida nima uchun yomon ko'rinadi? Chunki u ishlayapti. Chunki u kimdir haqqini talab qilyaptiki, shuning uchun prokurorga, hokimga, unga bunga yomon ko'rinib yuribdi. Va aslida bu o'zi deputat shunday bo'lishi kerak. Men ham shunday deb o'ylayman-da. Baribir odamlar uyg'oqroq bo'lishi kerak. Befarq bo'lishi kerak emas. Chunki u deputat odamlarni saylovchilar vakilida. Odamlar deputat saylaydi va prezident saylaydi. To'g'ridan to'g'ri. Boshqa hech kim saylamaydi. Shulardan nimanidir talab qiladi-da aslida. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishdamiz, o'rganishdamiz. Yangi O'zbekiston qurayapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Hamma yo'nalishlarimiz, hamma fikrlarimiz bir bo'lsa, ana shunda natija ham mutlaqo boshqacha bo'ladi. Har bir davlat organi ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lishi, amalga oshirilayotgan ishlari haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berib borishi shart. Yana bir marta takrorlayman. O'zbekistonda mana shuni hamma bilish kerak. Jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining
qonuniy haq huquqlarga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Ming rahmat. Birinchidan operativniy, ikkinchidan bu kutilmas. U yoqda urush ketyapti. Albatta har bitta fuqarolarimizni xavfsizligi prezidentimiz, davlatimiz tomonidan mana Chirchiq shahar hokimi operativ. Qani endi hamma hokimlar shunaqa ishlasa birgalikda. Bitta salkamchiligi borligi uchun keluvdik, shu bilan qolib ketdik. Bitta dokument to'g'irlash juda qiyinda. Bir oy oldin chiqdi dokumentni. Уже сразу urush boshlanib ketdi bitta to'satdan. Menga boshlamadi. Ha, Olimjon akaga ham rahmat, shu muammoni topib mana bizga ko'tarib chiqdilar. Bularga ham katta rahmat deb qo'yasiz. Avvalambor yurtboshimizga rahmat. Rahmat. Bugunning o'zida bilet yuborilishga topshiriq berdilar mana. Bilet yuborilib, operativni 3 ta bolangizni o'zingizni O'zbekistonda kutib olamiz. Faqat prezidentimizga rahmat deng. Rahmat sizlarga, shunchalik bizning g'amimizni yeyotganingizga. Rahmat kattajon sizga. O'ziga rahmat emas, bu muhtaram yurtboshimizga rahmat deng. Shular topshiruvga asosan gaplashyapmiz, yordam beryapmiz. Rahmat kattakon. Nima uchta bolalariga o'zlariga bilet olib berilsa bo'ldi. Siz hozir qaysi Livandamisiz? Sen mahallamizdan ketganlar. Ha, yo'lda vaziyat chato. Kim oilaviymisilar? Yomon, juda oilalimiz. Ha. Kelishga qiynalyapsiz. Dokument sarchadorlik O'zbekistonda o'qib yuruvdi. O'g'limning dokumentida salkamchiligi borligi uchun keluvdik, shu bilan qolib ketdik. Bitta dokument to'g'irlash juda qiyinda. Bir oy oldin chiqdi dokumentni. Уже сразу urush boshlanib ketdi bitta to'satdan. Menga boshlamadi. Onaxon, mana hokimlar 24 soat shtab qilingan. Momentdan hozir bilet olib berishga mana topshiriq berdilar. Mana hozir hammasiga. Zahra opa yaxshimisiz? Assalomu alaykum Zahra opa. Yaxshimisiz? Ana bo'ldi, yig'lamang endi. Mana bo'ldi, amalga oshdi. Bir haftadan beri harakat qilyapti. Avvalambor prezidentimizga mana Chirchiq shahar tuman hokimlariga ming rahmat. Mana birgalikda tashqi migratsiya bilan birgalikda ishlayapmiz. Bu prezident topshirig'i anaqa svязь uncha emas ekanda bu yerda. Qarang. Onaxon, hozir bilet o'zingizga 3 ta farzandingizga hokim buva bilet olib yuboryapti. Prezidentimizga rahmat desangiz bo'ldi. Svязь mana endi hokim buva sizga ming rahmat. Birinchidan operativniy, ikkinchidan bu kutilmas. U yoqda urush ketyapti. Albatta har bitta fuqarolarimizni xavfsizligi prezidentimiz, davlatimiz tomonidan mana Chirchiq shahar hokimi operativ. Qani endi hamma hokimlar shunaqa ishlasa birgalikda. O'zi birlashdik. 7lik, davlat xavfsizligi, ichki ishlar birgalikda mana shu ma'lumotlar bo'yicha operativniy bilet olib kelib aeroportda kutib olamiz, xudo xolasa. Siz bilet olib bersangiz bo'ldi, qonunlashtirib, mana topshiriq berib, biletini jo'natamiz. Albatta aeroportda kutib olamiz. Malik Rujululloh bo'lsin. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Chirchiq shahar hokimiga kattakon rahmat. Bizning g'amimizni yeydiga. Rahmat. Dunyoda ko'chirtinglar. Rahmat. Farzandlaringlar rohatini ko'ringlar. Rahmat sizga. Xudo xolasa eson-omon kutib olamiz. Siqilmang, yig'lamang, hammasi joyida bo'ladi. Eson-omon yetib kelganingizda bir ko'rishib yana gaplashamiz. Ungacha ham salomat bo'lib turing. Xo'p. Ha, Olimjon akaga ham rahmat, shu muammoni topib mana bizga ko'tarib chiqdilar. Bularga ham katta rahmat deb qo'yasiz. Avvalambor yurtboshimizga rahmat. Rahmat. Bugunning o'zida bilet yuborilishga topshiriq berdilar mana. Bilet yuborilib, operativni 3 ta bolangizni o'zingizni O'zbekistonda kutib olamiz. Faqat prezidentimizga rahmat deng. Svязь yaxshi emas ekan. Lekin mana Toshkent viloyatini, Chirchiq shahrini hokimi mana Murodxon aka ming rahmat.
mana tashqi migratsiya bilan xavfsizlik, ichki ishlar birgalikda xavfli joyda qolib ketgan, o'zi borgan, hozirgi kunda 3 ta bolasi bilan qolib ketgan Chirchiq shahrini aholisi, xalqini tashab qo'ymay, o'z holiga tashab qo'ymay, mana bilet olib, jo'natib, albatta birgalikda kutib olamiz. Mana shunday ishlashimiz kerak. Uncha tuman hokimlari mendan qo'rqmalaring. Mana birgalikda kecha Bo'stonliqqa borib, birgalikda hal qildik. Mana bugun Chirchiq shahriga kelib hal qildik. Bu prezident siyosati. Men sizlarga yordam bergan ekanman. Tashqi migratsiya, kambag'alchilikni chiqarish, ishsizlik, xavfli joylarda qolib ketgan, yordamga muhtoj odamlarni mana xuddi shu shahar, Chirchiq shahar hokimiga o'xshab ishlaylik, birgalikda shunda rejaga erishamiz, prezident qarorini ijrosini ta'minlaymiz. Hozirgi kunda Toshkent viloyatida shtab 24 soat ishlayapti. Shaxsan prezident administratsiyasidan G'ofur Mirzayev o'tiribdilar 24 soat. Xavfsizligidan o'tirishdi, ichki ishlardan. Shu fursatdan foydalanib o'z minnatdorchiligimni bildiraman va Olam Sulaymonov YouTube kanali faqat yaxshilikka, prezident qarorini ijrosini ta'minlashga, har bitta xonadonni ish bilan, kambag'alchilikdan chiqarib va farovonlikka o'tkazish uchun birgalikda ishlaymiz va boshqa tuman hokimlari ham xuddi shu birgalikda ishlasak, biz bitta rejaga erishamiz. Fursatdan foydalanib davlat xavfsizligi, ichki ishlar xodimlariga, har mahallada mahalla yordamchilari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar, yoshlar hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Maqsadimiz xalqimizni xuddi Amerikaga oldin havas qilardik-da, Amerika pasportini olsa, hamma qo'rqardi-da, Amerika anaqasiga timi yordam qilardi. Davlat tarafidan kelib yordam berardi. Mana O'zbekistondan kelib o'rganinglar, Toshkent viloyatidan endi o'rganib, buni butun respublika qilamiz. Fuqarolarimiz qaysi davlatda yurishdan qat'iy nazar O'zbekiston pasportini ko'rganda davlati prezidenti tomonidan tashab qo'yilmasligi haqida bizani ham pasport bilan O'zbekiston fuqaroligidan faxrlanib yuramiz. Sizga men rahmat bo'laman aka. Rahmat. Qani endi hamma hokimlar shunaqa bo'lsa. Rahmat sizga. Ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan, vaqtim boricha bir 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishda to'g'ri yo'limi yo'qmi? To'g'ri yo'l. Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Помочь мне вернуться мне домой очень скоро. Я не знаю, что будет, если завтра на послезавтра вызовет милицию и скажет: давай выгоняйся. Мне некуда идти здесь, я не знаю здесь никого. Грузия — это не моя родная страна. Я вообще здесь никого не знаю. Почему? Теперь возвращаем вас. Слушайте внимательно. Наш президент Ташкентской области приехал, задание дал. Заир Таирович, мы вместе работаем. Сегодня обязательно я с ним свяжусь. Вы отправьте свои данные на телеграф. Men biletinglarga, daninglarga hozir yuboraman. Men o'zim shaxsan yuboraman, потому что ждать некогда. Вас хотят выселить, чтобы вы не попали опять в трудную обстановку. Я реально в таком состоянии, я готова выйти на улицу, лишь бы на билет заработать и вернуться домой. У меня маленький ребенок, ему 2 годика еще нету. Я замучился, очень прошу помочь. Теперь имя, отчество, где живете, вся обстановка, все. Честно скажите, вы, потому что на мой телеграм пишите, срочно у меня деньги не остался, мне помощь надо, мне надо на улице выгонять, чтобы мне опять трудностей не было. Пожалуйста, верните мне Узбекистан. Marg'ubaxon, xush kelibsiz O'zbekistonga. Qalay, yaxshi keldingizmi? Qanaqa pishdinglar? Bolajonga qarang, bolajonga. Assalomu alaykum, Olim Sulaymonovich. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Sizlarga yaxshi rahmat. Shaxsan mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Toshkent viloyati Zoir Toyurovich, tashqi migratsiya rahbari Bekzod Anvarovich nomidan mana kutyapmiz. Hozir uyingizgacha olib borib, hokimiylarga topshiriq beramiz, ish bilan ta'minlaymiz, oyligingiz ham hamma narsalar bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa aytganingiz kelsin. Mana kechani o'zida murojaat qildingiz, bugun o'zida bilet olib berib
Haqiqatdan tashqi migratsiya ishlayaptimi? Ishlayaptim. Qanaqa ishlaysiz? Qanaqangiz? Xursandman, yig'lagim kelyapti. Yig'lamang. Nimagaki sizni prezidentimiz bor. To'g'ri. Rahmat, hurmatli Mana shu prezidentimizga. to'g'risida Toshkent viloyatiga keldilar va shundoq ishlaymiz. Mana endi boshqa yurtlarda qolib ketganlarga nima deysiz? Masalan, qiyin ahvolda bolasi mana pul topaman deb O'zbekistonga kelsin. Mana O'zbekistonda endi kattaroq O'zbekistonga kelsam, O'zbekistonga hurmatli prezidentimiz ish topib beradilar, ish bilan ta'minlab beradilar. Shu uchun chaqiryapmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Endi chet elga ham, Rossiyaga ham bormaysiz. Biza mana hozir Toshkent viloyati hokimi topshiriq berdilar. Именно sizlarga o'xshagan ayollar, qizlarimiz, yoshlarimiz hammasiga ish bilan ta'minlaymiz. Hozir uyingizga olib boramiz, hokimga topshiriq beramiz. Hozir Toshkent viloyati hokimining yonidan именно siz ular nomidan kutib olgani keldik. Rahmat sizga Zoir Mirzayev, juda ham xursandman. Juda ham kattakon sizga rahmat. Hurmatli prezidentimiz, sizga ham kattakon rahmat. Olim Sulaymonov sizga ham kattakon rahmat. Juda ham baxtliman. O'zbekistonga qaytganim uchun rahmat kattakon, sizlarga kattakon rahmat. Kechani o'zida обращениyangiz momentalni bugun o'zida hal bo'ldimi? Momentalni. Ha, biletlar olib. O'tib kunam yo'q. Biletni olib berishdi, Xudoga shukr. Mana qizim bilan birga yetib keldim O'zbekistonga. Rahmat hammaga. Boshqalarga ham taklif qiling, mana tashqi migratsiyaga mana shunday ishlash kerak, yordam kerak bo'lsa, Rossiyadami, qaysi davlatda qolib ketsanglar, mana shunaqa operativniy xizmat qilib, ne только sizlarni keltirish O'zbekistonga, ish bilan ta'minlash bilan, yana hozir qiyin ahvolga tushib qolganlikni hammasini hal qilamiz, xo'pmi? Можете и по-русски, если хотите. Mana shu operativniy xizmat qilinsa, и народ будет довольный, и davlat o'sha g'amxo'rligi seziladi, vatanparvarlik yana ko'payadi. To'g'rimi? Еще раз здравствуйте, Олим Сулейманович. Наконец-то я добралась до своего дома. Олим Сулейманович, хоть и выходные, субботы, выходные дни, привез сам на своей машине. Мне сейчас встретил с аэропорта, привез до дома. Я очень ему благодарна. Сейчас таких людей, как Олим Сулейманович, очень мало. Он именно сидит на том месте, на котором должны сидеть именно вот такие вот люди, как Олим Сулейманович. Я очень, от народа, который слышит и слушает этот народ. Очень благодарна Заиру Мирзаевичу, нашему уважаемому президенту Олим Сулеймановичу. Я очень всем благодарна, кто мне помог, кто вернул меня на родину, чтобы побольше вот таких вот людей, как Олим Сулейманович был. За один день Олим Сулейманович решил мою проблему, когда так мой хаким областной в ответ мне ничего не написал. Когда я ему сказала, что мне нужна помощь, он прочитал и ничего как бы не ответил. Сказал, да, поможем, но результата никакого нет. Но написала Олим Сулеймановичу в субботу вечером. Сразу, как прочитал смс-ки мои, он сразу позвонил мне. Я объяснила всю ему ситуацию. Он скинул мне деньги на билет. Я купила билет и вернулась в свой Узбекистан, государственную, свою родину. Он встретил меня с аэропорта сам привез только что меня до дома, чему я очень ему благодарна. Большой низкий поклон таким людям, как Олим Сулейманович. Побольше бы таких людей, как Олим Сулейманович, как Заир Мирзаев. Очень благодарна нашему уважаемому президенту. Очень благодарна, что он создал именно вот такой вот, как сказать, оперативную вот такую вот вещь, чтобы вот такие люди, как я, остались в таких ситуациях, что вернуть государство. Я почему осталась в такой ситуации? Потому что мне нужно было платить кредиты, а с 2 детьми я не получаю никаких алиментов с того момента, как я подала, И я вынуждена была уехать на заработки, но там у меня ничего не получилось, и я осталась вот в такой вот трудной ситуации. Но благодаря Олиму Сулеймановичу я вернулась в свою родину, благодаря нашему уважаемому президенту Заиру Мирзаевичу я вернулась на свою родину. Тому я очень, Олим Сулейманович, низкий вам поклон, благодарна за то, что вы мне помогли. Вчера в Грузии такой стресс был у вас, да? А сейчас успокоились, что государство, народ, наш президент заботится. Да, это не только мой труд, это, во-первых, наш президент Шавкат Миромонович, во-вторых, Заир Мирзаев задание дал, и Бекзат Анварович, наш руководитель. Потому что надо
сейчас помогать надо, вернуть надо, которые... Вы еще из детдомской, да? Да, я детдомовская. И разведен. У вас двое детей, да? Детей. Я из детдома. Родителей, родных и близких у меня как такового нет. Есть только 2 детей, я и моих 2 детей. Больше никого у меня об этом нету. нам президент дал задание и Саида Мирзиева Шахсов, и Шахноза Мирзиева, потому что о вас она заботится. И нам дал такой команду, мастер-класс. Сам лично президент прибыл в Ташкентскую область и дал задание. Так и должны работать. Да, так и должны работать. Я очень благодарна тем людям, которые соответствовали поимке моей возвращения в мое любимое государство, в мой Узбекистан. Тому я очень благодарна. Большое вам спасибо, Олум Сулейманович, большое вам спасибо, Заир Мирзаевич и наш уважаемый президент. Я благодарна от всей души всем, то, что вы мне помогли вернуться в мое государство. И другие, которые в Москве, России или Турции, вот Грузии, из Грузии приехали. Да, я из Грузии, приехала в Тбилиси. Была. Обращайтесь, мы для вас. Если не можете найти работу, мы найдем в Узбекистане. Только возвращайтесь, чтобы народ не страдал. Да, правильно. Уважаемые граждане Узбекистана, кто уехал так же, как и я, на заработки в другие города и не мог в такую трудную попал ситуацию, как я, обращайтесь, пожалуйста, в YouTube-канал Олум Сулеймановича. Он обязательно поможет. В ту секунду же миграция сразу поможет. Благодаря нашему уважаемому президенту Заиру Мирзаевичу и Олуму Сулеймановичу я верну свой родной Узбекистан. Сейчас я хочу сказать, Каракалпаке миграция работает. Toshkent viloyatida butun respublikada tashqi migratsiya sizlar uchun xizmat qiladi. Shu uchun prezidentimiz ochdi. Bundan keyin ishga bormoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar bormanglar. Xavfsiz, qonuniy tashqi migratsiyada xohlasanglar Koreyaga, xohlasanglar Rossiyaga, во-первых, билеты покупать, работодатель, жилье и 3 раза питание, и зарплата тоже очень хорошая. 2200 евро. 2300. Это наш президент так, это государство должен заботиться. Рабочее место. И Узбекистан вам тоже найдем. Я бы тоже не уехала бы, если бы тут была соответствующая работа, зарплата нормально была бы. И не уехала бы ни в какое другое государство на заработки. Но я вынуждена была уехать, потому что тут зарплата маленькая, очень работы нет в нашем Ташкентской области. Наш областной уехал. Областной помогает. Сейчас президент открыл очень много мест. Ладно, спасибо. Всего хорошего. Chin yurakdan aytaymi bitta gap. Ommaviy axborot vositalarini demak o'sha o'zgarishlarga biz erishayotgan, hali ko'p emas erishayotgan yutuqlarimiz, o'sha yutuqlarga ijobiy ta'siri katta. Bugun sharoiti yo'q sohani o'zi qolmadi menimcha. Sharoiti yo'q soha yo'q. Bugun sharoit yo'q deb ayta olmaymiz. Bugun qayerdadir kamchilik bo'lsa, u yoki bu darajadagi rahbarlik kamchiligi. Ko'p hollarda hokimlikni mas'ullari yetib bormagan joylarga jurnalistlar yetib boradi-da. Bu bizning ishimizga faqat ijobiy ta'sir qiladi. Adolatlik tanqid bo'lsa, bu faqat foyda. Faqat o'sha muammoni yechimini tezlashtiradi. Shuning uchun ham men juda ham hurmat qilaman jurnalistlar. Muammolar bor, yechimi ham bor hozir. Moliyaviy manbalar bor. Kam ta'minlangan oilada qanaqadir muammo bo'lsa, uni yechish imkoniyati bor. Bizning viloyatimiz juda ham tadbirkorlik kuchli rivojlangan. Hozirgi tadbirkorlarimiz ham juda ham saxovatpesha. Juda ham